حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر دروس اللغة العربية birinci قسم 10. ders. Amsa arkadaşlar bugünkü dersimizde öğrenmekçi olan noktalık grammatika kişilik almaçlarınki baş geliş, iyilik geliş, düşüm geliş şekilleri. Bu şekilde tefsirrak toxtalmay bolmaydı. Kişilik almaçlar 3 şəxsga bölünürdü. 3-cü şəxs, 2-ci şəxs, 1-ci şəxs. Şu boyunca hesaplagan vaqtimizda 3-cü şəxs erlik, ayollik. 2-ci şəxs erlik, ayollik. Amma 1-ci şəxs erlik, ayollik deb ayrılmaydı. 3-cü şəxslə 2-ci şəxs erlik, ayollik deb ayrılgan bilan 1-ci şəxs ayrılmaydı. Yani erlik, ayollik bilinib boldumu? Erlik boğunu birlik, ikilik, köplük 3'gə bölünüdü. Muşunda hesaplagan vaqtimizda 3-cü şəxs erlik 3, 3-cü şəxs ayollik 3, 2-ci şəxs erlik 3, 2-ci şəxs ayollik 3. Neçə olub getdi? 6 ama 6 12 olub getdi şunda ama. Andikin 1-ci şəxs erlik ayollikdə fərqlənməydi, faqat birlik, köplük deb fərqlənirdi 2. Hesapta kişilik almaş 14 şekilde yazılıp türlünüp çıkıdı. Mesela alayla 3-cü şəxs erlik birlik huwa, ikilik huma, köplük hum. Bunun mənasını düşünsələr ki, o iki ilə ula. Ayollik birlik hiya, ikilik huma, köplük hunna. Yani mənası o, yani ayollik qartılda o iki ilə ular. 2-ci şəxs erlik birlik ente. Erlik ikilik entuma. Erlik köplük entum. Ayollik birlik enti. Ayollik ikilik entuma. Ayollik köplük entunna. Bularning ma'nosi u siz, sizlar yani ikkinga qaratildi. Sizlar köplük. İkilik degani sizlar ikkinlar deb ikkiga qaratildi. Endi birinchi shaxs kelsak ana, nahnu xalas. Men, biz. Bu erlik, ayollik deb ayrılmaydı. Hem ikilikimi yok. Fakat ana bilen nahnu olam. Yani men, biz deb ikkilam turga ayrıldı. Endi ma yuqorida biz sanab chiqqan kişilik almaşlar hammasi baş kelish holatdagi kişilik almaşlar. Mesela baş kelish degan o'qimlarga tushunmasak sözge cümlede hiç qanday qo'shimcha qo'shilmaydigan holat deb tushunsak bo'ladi. Masalan, tarjimani qilib baqsaq, u, sen, men. U, sen, men. Mana ma holat, boshqa kelish holat. Endi tushum kelish holat degancha bo'lsa, uni, seni, meni, ya'ni ni qo'shilgan yoki g'a qo'shilgan holatlar tushum kelish holat bo'ladi. İgilik kelish holat bo'lsa, ning, uning, sining, mening deydigan holatlar igilik kelish holati. Endi hozir biz sanab chiqqan 14 bosh kelish holat. Qaytini sanab biray. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Esingda bo'lsin, ma yuqorida sanaqanlarning hammasi kişilik almaşının 3 xil şəxsdəki erlik, ayollik, birlik, ikilik, köplük türlənişi, həm başqa kelishi.
Endi mushularni tushumkilish yoki igilik qilish turmakchi bo'lsak, igilik qilish tushumkilish shakli o'xshash. Ammo tarjimasi o'xshamaydi. Ahvolga qarab turib, tushumkilish kelgan bo'lsa, buni ni deb tushunamiz. Igilik qilish kelgan bo'lsa, buni ning deb tushunamiz. Endi shakli o'xshatadi, qanday farqlanadi desa, tushumkilishda. Tushumkilishda buning oldiga fe'l yoki fe'lga o'xshaydigan harflar keladi. İgilik kelishda buning oldiga mudof yoki oldi qo'shilg'ich harflar keladi. Mush ikki turdan ayirib olsak bo'ladi va aniq bo'lsin. Tushum kelishdagi kishilik almashlarning oldiga fe'l yoki fe'lga o'xshovchi harflar keladi. İgilik kelishdagi kishilik almashlarning oldiga oldi qo'shilg'ich, ya'ni zira o'qitadigan omillar, ya'ni harflar, biz oldingi darsda o'rgangan fi, min, ala, ila degandek. Yoki mudof bilaklar buning oldiga qo'shilib keladi. Shuning bilan buning tarjimasi ning deb tarjima qilinadi. Bularni turlasak, mundaq turlanadi. Ikkisining shakli o'xshatadimi? Tarjimasi farqlanadi. Oldida keladigan oldidagi bilak farqlanadi, ammo o'zininki shakli o'xshash turlanadi. Masalan, mundaq. Huwa degani hu shaklda. Huma degani yana huma. Hum, hu, huma, hum. Endi hiya degani ha o'zgaraydi. Ha, huma, hunna. Anta degani ka o'zgaraydi. Ka, kuma, kum. Anti ki o'zgaraydi. Ki, kuma, kunna. Ana degani i o'zgaraydi. I, nahnu degani na o'zgaraydi. Masalan, buning misolini olib bersam, bayatın degandek huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antunna ana nahnu deganlar hammasi hech qanday tarjimasiga qo'shilmasdan u siz men deb tarjima qilinaveradi-ku. Ya'ni ma'noga misollab bersam, masalan avval tushum kelishdi alaya. Uni urdi degan ifodalamoqchi bo'lsak, urdi degan fe'l daraba. Ya'ni mushuning keyniga uni degan kishilik almashni qo'shmoqchimiz, to'ldiruvchi shaklda. Mushuni hu shaklda qo'shamiz. Darabahu uni urdi. Darabahuma u ikkisini urdi. Darabahum ularni urdi. Darabaha uni urdi, yani ayolga qaratildi, tayoq yegan ayol. Darabahuma u ikkalanni urdi. Darabahum ularni urdi. Men darabahunna ularni urdi, ayollar ko'plik. Darabaka sizni urdi. Ya'ni ka sizni, ya'ni tushum kelish, tayoq yegan odam. Darabakuma, darabakum, darabaki, yani sizni urdi ayol qaratildi. Darabakuma, darabakunna. Darabani, yani meni urdi, darabana. Bizni urdi. Mana bu tushum kelishlarninki turlanish ahvoli qayta. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. I, na. Pillada gavdalik kelishi darabahu, darabahuma, darabahum, darabaha, darabahunna, darabahuma, darabahunna, darabaka, darabakuma, darabakum, darabaki, darabakuma, darabakunna, darabani, darabana. Endi biz pil yoki oldida pil qo'shadigan harflar kas degan pil qo'shadigan harflar deganimiz arab tilidagi inna, anna deganlar pil qo'shadigan harflar. Inshaalloh buning bayoni keyingi darslarda keladi. Masalan, innani qo'shib baqayli. Innahu, innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, innan, innani, innana yoki inni, innana. Mana shu shaklda. Endi ma igilik kelish holatlarimi o'xshash keladi. Igilik kelish holatlari qanday holatda ning deb tarjima qilinadi? Ya'ni ikki xil ifodalanadi. Birisi mushu kishilik almashlarning oldida mudof kelsa yoki kishilik almashlarning oldida oldi qo'shilg'uchi zir o'qituvchi omillar kelsa. Masalan, har ikkisi bir misol olib beray. Masalan, kitobni gap baqali. Kitob degan bir so'zni, yuqoridagi kishilik almashlarga kitob degan so'zni qo'ysak, ning kitobi deb tarjima qilinadi. Masalan, kitobuhu, uning kitobi. Kitobuhuma, u ikkalanning kitobi. Kitobuhum, ularning kitobi. Kitabuha, uning kitobi ayolga qaratildi. Kitabuhuma, u ikkalanning kitobi. Kitabuhunna, ularning kitobi. Kitabuka, sizning kitobingiz. Kitabukuma, sizlar ikkinglarning kitobinglar. Kitabukum, sizlarning kitobinglar. Kitabuki ayol qaratildi. Sizning kitobingiz. Kitabukuma, sizlar ikkinglarning kitobi. Kitabukunna, sizlarning kitobingiz. Kitabi, mening kitobim. Kitabuna, bizning kitobimiz. Shunga o'xshash. Ya'ni kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuki, kitabukuma, kitabukum.
Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna degandek. Aldı qo'shimcha qo'shilgan holatni o'ylasa, masalan, biz yuqoridagi aldı qo'shilgan o'rgangan aldı qo'shilganlardan pi ila ala min degan o'rgandik, shundaymi? Masalan, minni qo'shib baqsaq, minhu uning din degan ma'noda. Mushu buni turlasak, minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Tarjimasi uningdan, mendan, sizdan degandek tarjima qilsak bo'ldi. Demak, kishilik almashlarninki yuqoridagidek boshqalikda kelishgan shakllari bilan tushumkilish va egalik qilish qilgan shakllari o'xshamaydi. Tushumkilish va egalik qilish qilgan shakllar bir bilan shakl jihati tamoman o'xshash, ammo oldiq qo'shilgan oldingi bilak o'xshamaydi. Tushumkilish oldiga pil yoki pil qo'shilgan harflar keladi. Bu vaqtda tarjimasini ni deb qilamiz. Egalik kelishda oldiga mudof bilak yoki oldi qo'shilg'uchi zir qo'ldigan oldi qo'shilg'uchi harflar keladi. Bu vaqtda uning tarjimasini ning ko'pincha ning deb qilamiz. Agar harflar kelib qolsa, mas holda harflarning ma'nosini kishilik almashlarga bersak bo'ladi. Mana bugungi darsdagi asosli grammatika mush nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi, ha. Bu tarafini tushungan bo'lsak, biz so'zliklarni o'rganayotgandan keyin tekstni boshlaymiz, ha. El-kelimatul jadida, yangi so'zliklar. Avval men bir o'qib tarjima qilib beray. Az-zamil, az-zawju, wahidun, fatan, ma'a, at-tiflu, al-Kuvayt. Amdagi zamil saboqdosh qilmangda, saboqdosh. Az-zawj jup yoki jupti. Endi bu er ayollarga ishlatiladi. Qaysi ishlatilsa bo'laveradi. Masalan, ayol zavji desa, mening erim degan ma'noda. Er zavji desa, mening ayolim degan ma'noga yuradi, ha. Wahidun bir, fatan yigit. Wahid bir degani son sanoqdagi bir, ha. 1 2 3 4 5 6dagi bir. Ma'a bilan yoki billa. At-tiflu kichik bola. Shu kichikning go'dak vaqtining ilgirki bu vaqtdan keyingi holatlar tifli bo'ladi. Al-Kuvayt, Kuvayt davlatning ismi. So'zliklarni yodlab o'rgatib bo'lgandan keyin tekst kelaylik. Avval men sizlarga tekstni bir qitim o'qib beray. Ad-darsul 10. Man anta? Ana talibun bil jami'a. أنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. من أين أنت؟ أنا من الهند. ما اسمك؟ اسمي محمد. ومن هذا الفتى الذي معك؟ هو زميلي. أهو أيضا من الهند؟ لا هو من اليابان. ما اسمه؟ اسمه همزة. ما لغتك يا محمد؟ لغتي الأردية. أهي لغة سهلة؟ نعم هي لغة سهلة. وهمزة ما لغته؟ لغته اليابانية وهي لغة صعبة. أين أبوك يا محمد؟ أبي في الكويت وطبيب شهير. وأين أمك؟ هي أيضا في الكويت مع أبي، هي مدرسة هناك. أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم ذهبت. وزميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان، هو تاجر كبير. ألك أخ يا محمد؟ نعم لي أخ واحد اسمه أسامة، وهو معي هنا في المدينة المنورة. ولي أخت واحدة اسمها زينب، وهي في العراق مع زوجها، وزوجها مهندس. عندك سيارة يا أخي؟ لا ما عندي سيارة، عندي دراجة. همزة عنده سيارة. arkadaşlar hazır tarjima qilib beray. Tarjima jarayonida bizning diqqat qiladigan nuqtalarimiz bayatdan deb o'tgandek kishilik almashlarninki bosh kelish, egilik kelish, tushum kelish, erlik, ayollik, birlik, ikkilik, ko'plik shakllardagi yasalib turlanib chiqishi. Undan keyin ikkinchi diqqat qiladigan nuqta oldingi bir dars degan odamning ismlarining g'ayrimunsif shaklda kelish qoidasi. Ya'ni oldingi darsda men yig'inchoq qilib ayollarning ismi 3 harfdan ortiq bo'lib qolsa, asosan g'ayrimunsif bo'ladi. Ya'ni tanvin kirmaydi, zir o'qiladigan o'rinlarda zavar o'qiladi degan. Erlarning ismiga ta kirib qolsa, asosan g'ayrimunsif bo'ladi. Mush nuqtaga diqqat qilsak, qolgan taraflar qiyin emas, ha.
Siz kim? Men universitetdagi yangi o'quvchi yoki yangi universitet o'quvchisi. Ammo shunda asosiy maqsad anta ana. Anta ikkinchi shaxs erlik birlik kishilik almash, ya'ni bosh kelishdagi kishilik almash, ya'ni siz deb tarjima qilamiz. Ana birinchi shaxs birlik bosh kelishdagi kishilik almash. Anta talibun jadid. Siz yangi o'quvchimi? Talibun jadid sifat nosliq birikma. Oldingi dars o'tdi-ku, buni aslab qo'yaylik, ha. Naam, ana talibun jadid. Shundoq. Men yangi o'quvchi. Min ayna anta? Siz qayerdan? Ana minal Hind. Men Hindistondan. Ammo yuqoridagi jumlalarning hammasida bayon degandek birinchi shaxs va ikkinchi shaxsningki bosh kelishdagi kishilik almashlari gavdalik ifodalandi. Masmuk, ismingiz nima? An ma'runda ismuk ka ikkinchi shaxs erlik igilik kelishdagi kishilik almash. Chunki oldida ismu deydigan bir dona muzab keldi. Tarjimasini sizning ismingiz nima? Muznoq diqqat qilsak bo'ldi. Ismi Muhammad. Mening ismim Muhammad. Bo'rindimi? Ismidiki ya birinchi shaxs birlik igilik kelishdagi kishilik almash. Ya'ni mening ismim. Wa man hazal fata allazi ma'ak? Siz bilanki bu yigit kim u? Ammo unda asosliq bizga diqqat qilishlik muhim mazmun allazi oldinda so'zlab o'tgan. Siz bilan ki bu yigit, yoki siz bilan birga turgan bu yigit deb tushunsak bo'ladi. Ma'ak o'xshashlar oldiga ma'a deydigan muzabga o'xshash oldi qo'shilg'uchi, ya'ni zira o'qituvchi oldi qo'shilg'uchi qo'shilganlik uchun kap qanday holatda keldi? Igilik kelish holatda keldi. Ya'ni siz bilan, ya'ni ma'aning ma'nosi bilan degan bo'lg'achqa, bilan degan ma'noni kapqa moslashtirib turib tarjima qilamiz. Siz bilanki bu yigit kim u? Huwa zamili, u mening saboqdishim. Majmuldagi huwa bosh kelish almash. U uchinchi shaxs erlik. Zamilidagi ya igilik kelish, chunki oldida zamil degan muzabba. Mening saboqdishim. Huwa ayda min al-Hind, u mu Hindistondami? La, huwa min al-Yaban, yo'q, u Yaponiyadan. Masmuhu, uning ismi nima? Anverdagi masmuhu dikuhu, ya'ni uchinchi shaxs erlik birlik igilik kelishdik kishilik almash. Ya'ni uning ismi, ning da tarjima qilamiz. Ismuhu Hamza, uning ismi Hamza. Ya'ni ismini qayta ta'kidlab o'tirish hojasiz. Endi Hamzatu erlarning ismi, ammo oxirisida tavob qolg'achqa buni ya'ni munsirib emas, g'ayri munsirib qilib Hamzatun deb o'qimaymiz. Hamzatu taq o'qiymiz. Ma'lug'atuka ya Muhammad. Muhammad, sizning tilingiz nima? Lug'atuka, lug'a mudaf, ka mudaf ilayhi. Ya'ni oldida muzab kelib qolsa, kishilik almashlarniki nima bo'ldi? Igilik kelish o'ltirishdan sizning tilingiz deb tarjima qilamiz shunga. Lug'ati al-urdiyya, mening tilim urdu tili. Amerika lug'atidagi ya o'xshashlar birinchi shaxs igilik kelishdagi kishilik almash. Ahiya lug'atun sahla, u oson tilmi? Ma'runda hiyaninki ayollik shakliga keldi. Chunki lug'a ayollik o'g'achqa uchinchi shaxs bosh kelishdagi ayollik kishilik almashning birlik shakli ishlatilindi. Naam, hiya lug'atun sahla, shundoq u bir oson til. Lug'atun sahla oldingi darsda o'tgandek sifat mavsuluq birikma. Hamzachu ma lug'atuhu, uning tili nima? Amaki lug'atuhu, ya'ni mudaf ilaylik shakl lug'a chiqib, bu yerdagi kishilik almashni biz nima deb tushunamiz? Igilik shakldagi kishilik almash deb tushunamiz. Lug'atuhu al-yabaniyya, uning tili yapon tili. Va hiya lug'atun sa'ba, u bir qiyin til. Lug'atun sa'ba sifat mavsuluq birikma. Hiya bo'lsa boshqa kishilik almash. Ayna abuka ya Muhammad? Muhammad, dadangiz qayerda? Abuka, ya'ni igilik kelishdagi kishilik almashlar sizning dadangiz demakchi. Abi fil Kuvayt, dadam Kuvaytda. Va tabibun shahir, u bir dangliq doktor. Abidiki ya birinchi shaxs igilik kelishdagi kishilik almash. Chunki mening dadam u bir dangliq doktor. Sifat mavsuluq birikma, lekin huwa bosh kelishdagi kishilik bosh kelishdagi uchinchi shaxs erlik birlik kishilik almash. Va ayna ummuk, apangizchu nada? Ummuk, ya'ni igilik kelishdagi kishilik almash deb o'ltirish hojasiz. Hiya aydan fil Kuvayt ma'abi, umu ham Kuvaytda dadam bilan. Ma'runda hiya ikkinchi ayollik, uchinchi shaxs ayollik birlik shaklda ishlatilgan bosh kelishdagi kishilik almash. Ammo ma'abidiki ya birinchi shaxs igilik kelishdagi kishilik almash. Hiya mudarrisatun hunak, u yerda o'qituvchi.
Ezehabte ilal Kuveyt ya Muhammed. Muhammed, Kuveyt'e bardınız mı? Kuveyt'e bardınız mı? Endi müşekiga vaqtda bir narsani deb to'g'ri qildi. Biz bosh kelishdagi kishilik almashlarni bayatdan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu deb so'zlagan to'q. Shundami? Endi ma'u bosh kelishdagi kishilik almashlarninki ayrim keladigan holati. Am pilla bilan birikib kelgan vaqtida huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna deganlar asosan yushrun keladi. Masalan, daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna. Darabada huwa yushrun. Darabada alif ashu humani ifodlaydi. Darabuda va humni ifodlaydi. Darabatda hiya yushrun. Darabatadagi alif humani ifodlaydi. Darabna degan nun shu hunnaga qaratildi. Andakin darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna degan turli shakllardagi darab ta degan ta antani ifodalaydi. Pilla bilan qo'shib kelgan vaqtda anta darab ta degan taga o'zgaradi. Darabtuma, darabtum degan tumatum, antuma, antumga vakillik qiladi. Darabti, darabti, darabtuma, darabtunna degan ti tumatum, anti, antuma, antuni ifodalaydi. Darabtu degan tu anani ifodalaydi. Darabna degan nahnu ifodalaydi. Mushurunda azahabta degan ta müşedeki siz degan ifodalaydi, antini ifodalaydi. Pilavga kelgan vaqtda bunda muttasilini qisqartirib keladi, ha. Naam zahabtu, ha, bardim, zahabtu degutu yana men degan ifodalaydi. Va zamiluk ayna abu? Savoqdishingizchi uning dadasi qayerda? Abuhu, abuhu fil Yaban, uning dadasi Yaponiyada. Va tajirun kabir, u bir cho'ng degan. Alaka akhun ya Muhammad. Muhammad, sizning bir tuquningiz bormi? Alaka Mediki lekadagi kapmo oldiga harfi jar, ya'ni oldiqchilik kelib qolganlik uchun nima hisoblanadi? Igilik kelishdagi kishilik almash hisoblanadi. Shun sizning nam li akhun wahid mening bir qarindishim bor. Ismuhu Usama, uning ismi Usama. Huwa ma'i huna fil Madinati al-Munawwara. U men bilan mushayada, ya'ni Madina Munawwarada. Yuqoridagi jumlada ekanmizdiki, ismuhu hu huwa andagi ma'i degi ya mushlarni o'zinglar bir tasavvur qilib boqinglar. Yuqorida so'zlab o'tgandek, ismuhuduku igilik kelishdiki, uchinchi shaxs erlik birlik kishilik almashuv. Uning ismi deymiz. Huwa bosh kelishdiki, ma'idiki ya umi igilik kelishdiki. Wali ukhtun wahida ismuha Zaynab. Mening bir singlim bor, uning ismi Zaynab, ismuha. Wa hiya fil Iraq ma'a zawjiha. O eri bilan Iroqda, ma'a zawjiha, eri bilan ha, yani igilik kelish, ha, igilik kelish. Zawjuha muhandis, uning eri injener. Zawjuha, yani uning eri igilik kelishdagi kishilik almash. Indaka sayyaratun ya akhi, sizning mashinangiz bormi qarindishim? Sizning indaka, yani sizning mashinangiz bormi? Inda mudaf bo'lib keldi bu yerda. Shunga kapni igilik kelishdagi kishilik almash deb tushunamiz. La ma indi sayyara. Yo'q, mening mashinam yo'q. Indi darraja, mening velosipedam bor. Hamza indahu sayyara. Hamza bo'lsa uning mashinasi bor. Ham shundaki indi, indahu, indaka deganlardan keyindagi ka, ya, hu deganlar hammasi igilik kelishdagi kishilik almashlar hisoblanadi. Misoldoshlar tekstni, dialogni qayta o'qib, qayta mulohaza qilib o'zlashtiringlar. O'zlashtirib bo'lgandan keyin biz ko'nikmalarga o'taylik. Tamarin. At-tamrin al-awwal. Birinchi ko'nikma. Ajib an al-as'ilatu al-atiya. Tuandagi savollarga javob bering. Bu savollarning hammasi shu dialogga qaratilgan, asoslangan savollar bo'lg'achqa, biz buni dialogni o'zlashtirib bo'lgandan keyin javob bersak bo'ladi, ha. O'zinglar javob bersanglar bo'ladi. Yoki yuqoridagi savollarni dialogdan ayirib chiqib, o'zinglarga silib turib javob bersanglar bo'ladi. Masalan, masmuka ismingiz nima desa, o'zinglarning ismingiz bo'lsa, shuning asosan mening ismim deganni to'g'ri ifodalab turib javob bersang. Masalan, ismi Muhammad degandek. Min ayna anta? Siz qayerdan desa, ana men Kashgar, shundami? Yoki ana men Aqsu degan shakllarda. İkinci ko'nikma. Da'fil faraq fi ma yali ad-damir hu ha. Tuandagi bo'sh o'rinlarga hu yoki ha degan damirni qo'ying deydi. Demak, erlik bo'lib qolsa huni qo'yamiz, ayollik bo'lib qolsa hani qo'yamiz desanglarda bo'lsin.
hu ha deganlar huva hiya deganninki egilik tushumkilish shakllari hisoblanadi. Oldin darsning oldida so'zlab o'tdik. Hazihil bintu talibatun. Ismu bosh o'rin Zaynab. Uning ismi Zaynab demakdir. Bosh o'ringa qaysi kelish kerak? Albatta talibatun bo'lgan ekan ismu ha kelish kerak. Ikkinchi jumla. Muhammad tabibun. Muhammad doktor. Ibnu bosh o'rin muhandis. Uning o'g'li injener demakchi. Bosh o'ringa nima kelish kerak? Albatta hu. Chunki Muhammad erlik o'g'asqa. Qolgan shakllarini shu bo'yicha qilsanglar bo'ladi, ha? Üçüncü ko'nikma. Hati khamsata as'ilatin va ajwibatin kal misalil ati. Tuvandagi misolga o'xshash 5 savol javob keltiring deydi. Masalan, ayndagi qalam, na'am, indi qalam deganga o'xshash. Shunga o'xshagan tuzib boqayli masalan. Ayndagi daftar, na'am, indi daftar. Ayndagi kitob, na'am, indi kitob. Ayndagi shay, na'am, indi shay. عندك دراجة نعم عندي دراجة عندك سيارة نعم عندي سيارة bunun ma'nosi sizda qalam bormi na'am عندي qalam ha menda qalam asosida bu ig'daringizni ifodalaydi sizning menda o'zingizning qalami bormi deganni ifodalaydi to'rtinchi mashq hati khamsata as'ilatin va ajwibatin kal misal ati to'g'andagi misolga o'xshash 5 savol javob keltiring. Masalan, ayndagi qalam, la ma ayndi qalam. Sizning qalamingiz bormi? Yo'q, mening qalamim yo'q. Oldingi jumlada savolga bulishliq javob bergan. Ha, qalamim, endi bu jumlada la ma ayndi qalam. Yo'q, menda yo'q degan ifodalasak ham bo'ladi. Masalan, ayndagi sayyora, la ma ayndi sayyora. Ayndagi daftar, la ma ayndi daftar. Ya'ni menda yo'q deganman. La ma ayndi daftar. Agar mana olsak, ayndi qalam bo'lsa, mening qalamim bor. Mana kelsak-chu, mening qalamim yo'q deganman. 5-chi ko'nikma tuvandagi shakllarda o'zingiz ismlarni kishilik almashlarga qo'shib boqing deydi. Masalan, u yuqoridagi kishilik almashlarning turini shaklini bilgan bo'lsak, bak oddiy. Masalan, kitob desak, kitabuhu uning kitobi. Kitabuhu madaha. Biz hammasini to'lasak bo'ladi. Kitabu ka sizning kitobingiz, kitabu ki sizning kitobingiz ayollarga, kitabi mening kitobim. Kitabuhu uning kitobi, kitabuha ayolning kitobi, kitabuhum ularning kitobi deganda, kitabuna deganda turlab kelsak bo'ladi. Tuvandagi ismlarni mutakallimga, muxotibga, g'oyib va g'oyibatga deydi. Mutakallim degani birinchi shaxs, ya'ni so'zlaguvchi demakchi. Muxotib ikkinchi shaxs, ya'ni gap anglag'uvchi, xitob qilinadigan odam demakchi. G'oyib, g'oyibat degani uchinchi shaxs, ya'ni erlik, g'oyib erlik, g'oyibat ayollik hisoblanadi. Xuddi misolda ko'rsatilgandek. Masalan, qalam degani uch shaxsning hammaga qo'shib boqayli. Qalami, qalamuka, qalamuhu, qalamuha. Bu bizga nisbatan oddiy deyman. Masalan, kitob huwa yani haza kitabi, haza kitabuk, haza kitabuhu, haza kitabuha degandek. Biz buni to'tlam shaklga emas, butun shakllarga qo'shsak bo'ladi. Masalan, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna degandek butun shakllarga qo'shsak bo'ladi. Ma'nosi amayat tushundagandek ning deb qo'shib qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, qalami desa mening qalamim, qalamuka sizning qalamingiz, qalamuhu uning qalami, qalamuha uning qalami mush bo'yicha. 6-chi mashq tuvandagilarni o'qing. Ham bu mashqda asosliq bayatdan ozroq qistirib o'tib ketgan kishilik almashlarning oldi qo'shiluvchilar qo'shilib qolsa, ma'nisiga mas holda qo'shilib kishilik almashlarni nimaga o'zgartirdi? Igilik kishilik almashlarga o'zgartirdi. Masalan, li, laka, lahu, laha. Mening, sizning, uning ayolga, lahu erlik, laha ayollik. Shu buni tushunsak bo'ladi. Aslida misollarni ko'rib boqaylik. Li uxtun vahida. Mening bir singlim bor. Alaka axun sizning nimangiz bormi? Qarindishingiz bormi? La, mali axun. Mening qarindishim yo'q. Endi mushada. Mush shakllarda bayatmi indimi keldi? Ma yo'q emas deganni ifodalaydi. Masalan, indi qalam, mening qalamim bor. Ma indi qalam. Mening qalamim yo'q. Li axun mening qarindishim bor. Ma li axun mening qarindishim yo'q. Endi mush shaklga vaqtda bir narsa sal farqlanadi, ha? Narsalarga mening mundaq narsam bor degan ifodalamoqchi bo'lsak, indi ishlatadi ekanmiz. Indi qalam, mening qalamim bor. Indi kitob, mening kitobim bor. Indi daftar, mening daftarim bor degandek. Agar bir tuqqan ota-ona odamga ishlatmoqchi bo'lsak, li sadiqun mening bir do'stim bor. Li abun mening dadam bor. Li axun mening o'g'il qarindishim bor. Li uxtun mening qiz qarindishim bor degandek. Shu asosda aslidagi jumlalarni o'qib o'tib ketsak bo'ladi, ha?
Şunu davatıdı. Ma 7. günü bunun üstüge qaranglar. Biz deyimiz deydi. Naqul degeni biz deyimiz. Indi kitap, mening kitabım bar deyimiz va li akhun mening qirindishim bar deyimiz. Har ikkisimizning Uyg'ur tarjimasi o'xshash, ammo arabchada narsalarga indi ishlatiladi, odamlarga li ishlatiladi. Ammo hargiz indi akhun degan bo'lmaydi. Indini odamlarga ishlatilib bo'lmaydi. Mush nuqtaga alohida diqqat qilsak bo'ladi. Endi 7-si ma'a. Ma'a bu oldi qo'shiluvchilarning ichiga kirib qoladi. Masalan, bilan bildi degan ma'noda ma'adin kin kelgan ism zira o'qildiganligini bilib olsak bo'ladi. Masalan, xaraja Hamidun ma'a Xolid. Hamid Xolid bilan chiqib ketdi. Zahabat tabib ma'al muhandisi. Doktor injener bilan chiqib ketdi va qolgan jumlalarni o'qib, ma'adin kin keldigan ism zira o'qildiganligini bilib olsak, ma'aning o'zining bilan degan ma'noda ekanligini bilib olsak ham bo'ladi, ha. 8-ko'nikma her bir isimni tönligidek turlab chiqadigan o'xshaymiz. Masalan, Beytun desa, Beytuka, Beytuhu, Beytuha, Beyti. Biz buni turlab o'qigan bo'lamiz. Abun, Abuka, Abuhu, Abuha, Abi. Akhun, Akhuka, Akhu, Akhu, Akhi degan shakllarda qolganlarini turlasak bo'ladi. To'qqizinchi ko'nikma ismlardagi munsirif, g'ayrimunsirifni ayirishning bir usuli. Biz oldingi darslarda so'zlab o'tgandek, agar erning ismi bo'lib qolsa, ta kamisa bu ismlar munsirif bo'ladi. Pesh o'qig'ili, zir o'qig'ili bo'ladi, qo'sh o'qig'ili bo'ladi. Ammo erlarning ismining oxiriga ta kelib qolsa, buni qanday qildik? G'ayrimunsirif qilib qo'sh o'qimaydik, zir o'qiydi, g'ayri zir o'qiydi. Shunda ham dal hozirgi misol bizga shuni farqlantiradi. Qaranglar. Muhammadun, Xolidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Asla qarab baqaylik. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muaviyatu, Ikramatu o'xshash. Agar buni tushungan bo'lsak, aslidagi tuvandagi ismlarni o'qing va oxirini qoidaga degan talabni alat urulalaymiz deymiz. Shundami? Masalan, Xolid, Xolidun, Hamza, Hamzatun, tun emas, tu. Chunki tavga chiqa buni g'ayrimun. Shu asosda qog'ozlarni qilib baqaylik, qanday vaqtdashlar.